Assalomu alaykum qarindoshlar. Sog'lomlik haqida Dali Karnik degan odamning Qayg'urmang, Botirlarcha yashang degan kitobidan vaqt chiqarib azozini o'qib beray deb o'yladim. Oshqozon yarisining paydo bo'lishi odamning kayfiyati bilan zich munosabatlik. Vahima, ansizlik, o'chmanlik, chekidan oshgan shaxsiyatchilik hamda tashqi muhitga uyg'unlashish iqtidori og'ir darajada kam bo'lish, bularning hammasi oshqozon kasalligi va oshqozon yarisiga giribdor bo'lgan ko'p sonliq og'riqlarda ko'rilgan alomatlardir. Agar ansizlik va g'am qayg'uni cho'rib tashlashni biladigan bo'lsa, hozir doktorga ko'rinib yurganlarning 70% o'ziga o'zi doktor bo'la oladi. Men bu og'riqlarning azobi ularning kallasida desam, siz balkim ishonmay nadagi gaplarni qilib yurasiz. Ularning og'riqining dardini tortib olsa deyishingiz mumkin. Shundoq, neyro xarakterlik hazm qilish funksiyasining qalaymaqalishi, ba'zi oshqozon yorilari, yurak kasalligi, uyqu kelmaslik, ba'zi bosh og'riqlari va palaj qatorliq kasalliklar haqiqatan og'riqlarni cheksiz azoblaydi. Bular ismi jismiga loyiq kasallik hisoblanadi. Lekin men tamoman o'rinsiz gap qilayotganim yo'q. Men bu oshqozon yarisining dardini 12 yil tortgan odam. Vahima odamni ichi titildaydigan qilib qo'ydi. Ichi titildash odamni ansizlikka silib qo'ydi. Ansizlik oshqozon nervisini g'idiqlaydi. Buning bilan oshqozon suyuqligining normal ajratilishiga ta'sir etadi. Oshqozon yarisi ko'p hollarda mana shunday paydo bo'ladi. Buningdan sal ilgari men Mayo doktorxonasining doktori Harold Habay bilan bir qancha qatim xat aloqasi qildim. Bu doktor ilgari Amerika sanoat doktorlari birlashmasining yillik yig'inida doklad bergan ekan. U o'zining tadqiqot uchun statistikалab chiqqan materiallar ustida to'xtalib mundaq deydi. Xizmat o'rni yuqori 176 korxonchining o'ttirch umri oran 44,3 yosh bo'lgan. Bu korxonchilarning 3dan 1 qismidan ko'pragining ayrim holda yurak kesili, hazm qilish a'zolari yarisi bor ekan yoki qon besimi yuqori ekan. Bu 3 xil kasallikni paydo qilguvchi asosiy omil uzoq davomlashgan ziyoda jiddiy turmush deb yig'inchoqlashga bo'ladi. Hammalar o'ylab boqaylikki, xizmat o'rni yuqori korxonchilarning 3dan 1 qismi 45 yilmi umr ko'rolmay yurak kasalligi, oshqozon yarisi va qon besimi yuqori bo'lish tufayli o'zini nobud qilgan. Ular umrida qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlar uchun nimancha ko'p badal to'lagani. Agar bir odam kasbiy jihatda obdan ilgilisa, lekin kasal ko'rpis bo'lib qolsa, bundaq muvaffaqiyatning nima ahamiyati bo'lsin? Bu butun dunyoga erishgan holatdami sog'lom tanidan mahrum qolsa, bu dunyoning uning oldida nima qiymati bo'lsin? Odam butun dunyoga erishgan holatdami birli karavotda uxlaydi. Kunda 3 vaqt tomoq yeydi. Amaliyotda bu bir tozliq ishchisining qo'lidan keladigan ish. Balkim u kun bo'yi aldirashchilik ichida 5 qapoq bo'lib ketadigan vakolatchi yoki bosh jinglidimi baharaman uxlashi, bahuzur tomoqlanishi mumkin. Ularning neyro xarakterlik kasalligi, neyrosida a'zo xarakterlik kasalligi o'zgarish bo'lganligidan emas, balki ma'yuslanish, azoblanish, qo'rqish, o'z-o'zidan og'rinish, ko'ngli sovish, umidsizlanish qatorliq psixik omillarning ta'siridan bo'lgan. Doktorlarning eng chong xatoligi shuki, ular jismoniy jihatdan davolashga berilib ketib, ruhiy jihatdan davolashga sal qaraydi. Amaliyotda odamning jismi bilan ruhi bir butun gavda. Bu ikkisini ayirib davolamaslik lozim. Bugun mushagiti bo'lsin.
Bunun davamlı oquyman. Meni qo'llab-quvvatlab bergan bütün qarindoshlarga ko'p rahmat. Allohga emanet.